Inson umri oqar daryoga o'xshaydi. Ammo shunday daryolar borki, butun bir millatning ma'naviyat bog'larini sug'oradi. Bugun biz umrini o'zbek tilshunosligi va shevashunosligiga baxshida etgan olim, filologiya fanlari doktori, professor Samixon Ashirboyev hayoti va faoliyati haqida hikoya qilamiz. Men 1946-yilda hozirgi Turkiston viloyati, u paytlarda Chimkent viloyati deyilardi. Turkiston viloyatining Koriz qishlog'ida tug'ilganman. Vaqtincha shaharda yashaganmiz. Chunki otam rus tilini urush davrida biroz o'rganib kelganligi uchun pochta xizmatchilari da o'zbeklar yo'qligi uchun, mahalliy xalq vakili yo'qligi uchun shaharda shu pochta xizmatiga kirgan. Savodi bo'lgan emas, lekin aholi bilan pochta xizmatchilarining aloqasini ta'minlay olgan va pochtani tarqatishda xizmat qilgan. 5-sinfning 4-choragigacha shahar maktabida o'qiganman va 4-choragini shu Koriz, adabiy tilda Koriz deymiz, shevamizda Kariz deymiz, shu maktabida o'qiganman va uni bitirgandan keyin Turkiston pedagogika texnikumiga o'qishga kirganman. Bizni qadrdonligimizni umumiy umri hozir 50 yilga yaqinlashib qolibdi. Balki oshadi. Bundan tashqari bizni oilaviy yaqinliklarimiz bor, bordi-keldimiz bor. Ba'zan shunaqa vaziyatlar bo'ladiki, bizni xonadonda yig'ilishib o'tirib suhbatlar bo'lib turadi. Ashirboyev yirik tilshunos olim. Tilshunoslarning ham har xili bor. Ba'zi tilshunoslar tavsifchi bo'ladi. Til hodisalarini shunchaki tavsif qiladi, shunchaki bor ekanligini konstatatsiya, ya'ni belgilab mavjud ekanligini asoslab beradi. Va ba'zi tadqiqotchi tilshunoslar tilni tarixiy qatlamlariga kirish yo'nalishida ishlaydi. Yana bir toifa tilshunoslar til va dialekt oralig'ida ish yuritadi va dialektlarni, ya'ni masalan lahja, sheva va boshqa til holatlarini real adabiy til bilan munosabati doirasida ishlaydi. Shu nuqtai nazardan qaraganda Ashirboyev juda serqirra olimlar qatoriga kiradilar. Inson kamolotida tug'ilgan zamina va ota-onasi bergan tarbiya birlamchi o'rin tutadi. Qahramonimiz yoshligidan zehnli, tirishqoq va ilmsevar bo'lib voyaga yetdi. Ilmga tashnalik hissi Samixon Ashirboyevni Toshkent tomon chorladi. Turkiston pedagogika bilim yurtidan boshlangan yo'l Nizomiy nomidagi pedagogika instituti bilan tutashdi. Texnikumni bitirish chog'ida meni shu texnikumga qaytib kelish sharti bilan Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika institutiga yo'llanma bilan o'qishga yuborgan. Chunki texnikumni bitirgandan keyin 3 yil ishlab berish sharti bor edi u davrlarda. Talabalik yillarimda o'zimni bu institutda ancha ko'rsatdim va ijodiy ishga o'sha talabalik davrimdayoq kirishganman. 1-kursdan boshlaboq mening bu harakatlarimni professor filologiya fanlari doktori Said Usmonov payqab o'zining yaqin talabasi sifatida qaragan va dastlabki ilmiy maqolamni ham 2-kurs davrimda yozganman domlani rahbarligida va 3-kursda oliy o'quv yurtlari aro ilmiy metodik ishlar rivojlangan paytlarida talabalar o'rtasida shu yerda ma'ruzachi bo'lib 1-o'rinni olishga muyassar bo'lganman va talabalik yillarimda ham o'qish, ham jamoat ishlarida faol bo'lganman. Shuni aytish kerakki, bu davrda talabalar hozirgidek domlalar, professor o'qituvchilar
tashabbuskoru talabalar ergashuvchi emas, balki talabalarning o'zi tashabbuskor bo'lgan ko'p masalalarni o'zlari hal qilishgan. Hatto shanbaliklarga ham o'qituvchilar chiqishgan emas, u talabalarni o'zi tashkil etgan. Mana shunday faol bir jarayonlar mening ham ilmiy ham ijtimoiy tomondan o'sishimga yordam berdi. Samixon Ashirboyev o'zining mehnatkashligi, izlanuvchanligi bilan talabalar orasida ajralib turdi. 1968-yilda institutni imtiyozli diplom bilan bitirgan iqtidorli yigit shu maskanning umumiy tilshunoslik kafedrasida ishga olib qolindi. Bu qahramonimiz uchun nafaqat mehnat faoliyatining boshlanishi, balki o'zbek tili tarixini chuqur tadqiq etishning tamal toshi edi. Albatta, biroz qiyinchiliklari ham bo'ldi. Mening yo'llanmam Oqqo'rg'on tumaniga bo'lganligi uchun vazirlik juda ham qarshilik ko'rsatgan, oliy o'quv yurtida olib qolishiga, chunki hujjatlarim hammasi viloyatda edi. Lekin baribir keyinchalik uni hammasi joyiga tushdi va men 22 yoshimda 1-sentyabr kuni kechki bo'limga tajribali shaxslar oldida dars berdim. U yerda o'tirgan talabalar mendan nafaqat tengdosh, balki 2 baravar yosh ulug'lar ham bor edi. Yosh bola sifatida meni dastlab darsga kirganimda tasavvur qilishgan bo'lsa, 15-20 minut o'tgandan keyin ular men o'zimga jalb qila oldim va ularning e'tiborini qozona oldim va darsdan chiqqandan keyin ular meni tabriklashgan. Mana shu voqea meni hamon esimdan chiqmaydi va ko'p joylarda bu gapimni faxrlanib aytib yuraman. Bu meni hayotimda o'qituvchilik faoliyatimda juda ham katta rol o'ynagan. Samixon Ashirboyev mazkur Dorilfununda uzoq yillar mobaynida o'qituvchi, dekan o'rinbosari, dekan va prorektor lavozimlarida ishladi. 15 yil davomida universitet prorektori lavozimida ishlab, minglab yoshlarning taqdiriga daxldor bo'ldi. Qadimgi turkiy til, tarixiy grammatika, dialektologiya kabi murakkab fanlardan bergan saboqlari talabalar uchun haqiqiy mahorat maktabiga aylandi. Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti bo'ldi. Keyinchalik 51 yil ishlagan bo'lsam, mana shu faoliyatimda o'sha faxr meni har doim ilhomlantirib turgan. Xo'p, endi oliy o'quv yurtini juda bir jo'shqin holatda bitirganimni yana bir ta'kidlab aytmoqchiman. Mana shu jo'shqinlik albatta keyingi faoliyatimda ham juda katta yordam berdi. O'qituvchilik faoliyatimda men turli bosqichlarni bosib o'tdim desam bo'ladi. Lekin bularni hammasida men auditoriya, ya'ni sinfni tark etgan emasman. Mana 58 yildan beri dars berayotgan bo'lsam, 58 yildan beri qanday lavozim egallashimdan qat'iy nazar auditoriyani tark etganim yo'q va talabalarni har doim ham sog'inib yashayman. Ustoz Samixon Ashirboyev haqida talabalik davrimlaridan biri bilaman, eshitganman. Chunki ustozning qo'llanmalari, monografiyalari, avtoreferatlari, tadqiqotlari borasida ma'lumotga ega bo'lib, bevosita ilmiy ishimizda ko'p bora foydalanganmiz va o'zim bevosita ustoz bilan shu dissertatsiya himoyasi arafasida yuzma-yuz ko'rishganman. O'sha vaqtda seminar muhokamalarini tashkil etishda ustoz bevosita rais sifatida ko'mak berganlar. Qaysiki ma'noda o'sha vaqtda ular o'sha seminar muhokamalarini tashkil qiluvchi
bir mas'ul rais sifatida shu seminar yig'inlarini tashkil etib, yo'l yo'riq ko'rsatib, kamchiliklarni tuzatish borasidagi o'zlarining qimmatli fikrlarini berganlarki, bu fikrlarni men hali hanuz eslayman. Va o'sha vaqtda bir paytning o'zida Toshkent davlat pedagogika universiteti prorektori vazifasida ishlardilar. Lekin prorektor lavozimida ishlaganlari bois biroz hayiqqanmiz. Ular bilan yuzma-yuz ko'rishishga, lekin o'sha paytning o'zida ham insoniy bir fazilatlarini kasb qilganmanki, tadqiqotchilarga ularning vaziyatini tushunganday munosabatda bo'lganlar, ularning mana shu yo'l yo'riqlarini aytganlaridan, kamchiliklarni ko'rsatganlaridan va ilmga bir to'g'ri yo'lni ko'rsatishda o'ziga xos bir hissa qo'shganlaridan hali hanuz minnatdorman. 1996-yildan boshlab qahramonimiz zimmasiga yanada mas'uliyatli vazifa yuklandi. Samuxon Ashirboyev oliy pedagogik ta'limni standartlashtirish jarayoniga rahbarlik qildi. 33 ta bakalavriat yo'nalishi va 66 ta magistratura mutaxassisligi bo'yicha davlat ta'lim standartlari aynan uning muallifligida va rahbarligida yaratildi. Shu bilan birga Pedagogika jurnalida bosh muharrir o'rinbosari sifatida ta'lim tizimidagi yangiliklarni ilmiy asosda yoritib bordi. Mustaqillik boshlangan davr edi. Oliy pedagogik ta'limni biz to'g'ridan to'g'ri Rossiyadan olib, hech qanday o'zgarishlarsiz milliylikni qo'shmasdan uni ijro etishimiz kerak edi. Faqat tili o'zbekcha edi, qolgan hammasi mazmunan ruscha edi. Mana shu jarayonni yangilash mening zimmamga tushgan edi. Bu vazifani men osongina bajardim deya olmayman. Nihoyat darajada qiyinchiliklarga duch keldim. Tushundimki, bu jarayonni xalqaro jarayon bilan bog'lamasdan hech uni iloji yo'q. Va shu munosabat bilan Washington universiteti standartlarini, Malayziya universiteti standartlarini, Angliyaning Leeds, Birmingham universitetlari standartlarini, Parij pedagogika institutlari bo'lgan Parijda. Shularning standartlarini mas'ul, shularning o'quv rejalarini oldim. Ispaniyadan shu ta'lim jarayoni bilan bog'langan bir juda yaxshi monografiyasini oldim. U yer deyarli standartlarga aloqador bo'lgan monografiya ekan. Mana shu tajribalarni eng muhimi Rossiya Federatsiyasida keyingi davrda yangilangan standartlarni qo'lga kiritishga muyassar bo'ldim. Ana shu standartlar asosida O'zbekistonda qanday mazmundagi ta'lim bo'lishi kerak, qanday mazmundagi oliy pedagogik ta'lim bo'lishi kerak degan masalani qattiq o'ylashimga sabab bo'ldi. Va ana shular jarayonida men o'zimga qaror qila oldim. Ularni avval shu sohaga moslashtirib olib, undan keyin ular bilan ishlashim kerak. Shuning uchun men ham matematik bo'ldim, ham biolog bo'ldim, ham ximik bo'ldim, ham fizik bo'ldim. Samuxon Ashirboyev o'zbek tilshunosligida Navoiy nasri sintaksisining birinchi va eng yirik tadqiqotchisidir. Uning 1990-yilda chop etilgan Alisher Navoiyning nasriy asarlaridagi sodda gaplarning tarkibiy va ma'no xususiyatlari nomli monografiyasi ilmiy jamoatchilik tomonidan yuksak baholandi. Men aspirantura degan narsani bilmayman, doktorantura degan ta'limni bilmayman. Men o'qituvchi bo'lib ishlab turgan paytimda, hali katta o'qituvchi lavozimiga o'tkazmagan paytda nomzodlik ishimni, doktorlik himoya qilganimdan keyin nomzodlik ishimni gacha va doktorlik himoya qilgan kunimning ertasigagina katta o'qituvchi lavozimiga o'tkazishgan.
Mana shunday talabchanlik bir davrlar edi. Va yana bir narsani faxr bilan ayta olamanki, sobiq ittifoq davrida doktorlik ishlari tasdiqlanishi eng kamida 1 yil, bo'lmasam 2 yil, 2,5 yil vaqtni olar edi. Mening ishimni 2,5 oyda tasdiqlashgan. Samixon Ashirboyev amalga oshirgan Alisher Navoiyning Muhokamatul Lug'atayn va boshqa asarlardagi sintaktik birliklar tadqiqi dunyoning nufuzli jurnallarida e'lon qilindi. Olim o'z izlanishlari orqali navoiyona til va uslubdagi betakror mahoratni jahon ilm ahliga yana bir bora tanishtirdi. Men hozirgi kunda tilshunoslikning turli sohalari, ya'ni men aslida dialektolog bo'lib yetishishim kerak edi. Sheva bo'yicha materiallarimni yig'ib bo'lganimdan keyin meni o'rganayotgan shevam bo'yicha dissertatsiya kelib qoldi. Yig'ishtirib qo'yishimga to'g'ri keldi. Undan keyin o'zbek tilshunosligi tarixi mavzusida nomzodlik ishini qildim. Undan keyin Alisher Navoiy ijodiga kirishdim. Men uchun bu judayam hali kirmagan qo'riq edi. Buning uchun muayyan darajada arab tilini bilish, muayyan darajada fors tilini bilish, arab yozuvinigina emas, qo'lyozmalarni o'qiy olish, bunday malakalar menda hali yo'q edi. Mana shu jarayonlarni hammasini o'zlashtirishimga to'g'ri keldi. Va tuppa-tuzuk qo'lyozmalarni tahlil qila olish darajasiga yetdim. Ana shu jarayon meni til tarixi mutaxassis sifatida shakllanishimga sabab bo'ldi. Men oliy ta'limda saboq bera boshlagan davrdan to hozirgacha dialektologiyadan dars berib kelganman. O'zbek tili tarixidan dars berib kelganman. Muayyan muddat Qozoq-Turk universitetida ishlaganimda tilshunoslikning hamma bo'limlari bo'yicha, ya'ni tilshunoslik asoslari, umumiy tilshunoslik, mana shunday fanlardan dars berdim. Mana shu jarayonlar mening kelajakda tilshunoslikning turli sohalari bo'yicha mutaxassis bo'lib yetishimga judayam asqatdi. Ashirboyevning tilshunoslik sohasidagi tadqiqotlari shu til masalalarini keng targ'ib qilish bilan, til masalalarini kengroq o'rganish bilan bog'liq. Samixon Ashirboyev aslida o'zbek tili tarixi bo'yicha mutaxassis. Biroq faqat shu o'zbek tili tarixini o'rganish bilan chegaralanib qolmagan. Samixon Ashirboyevning dastlabki tadqiqotlar bevosita o'sha tilning pragmatik xususiyatlarini yuzaga chiqarish omillarini o'rganish bilan bog'liq bo'lgan. Ya'ni o'zbek tilining grammatik qurilishi masalalari bilan shug'ullangan. Ashirboyevgacha o'zbek tilining grammatik qurilishi masalalari bilan o'zbek tilshunosligida deyarli shug'ullanilmagan. Bu olim o'sha o'zbek tilining grammatik qurilishini tadqiq qilgan ishlarini tahlil qilib, rus tilshunosidagi, sharq turkologiyadagi ishlarini tahlil qilish bilan birgalikda, demak, tilni o'sha grammatik qurilish sohasida ham ilk tadqiqotlar, ilk mulohazalarni, tadqiqotlar asosidagi ilk mulohazalarini namoyon qilgan olim hisoblanadi. O'zbek tilshunosligining darg'alaridan bugungi kunda kimlar deb savol qo'yiladigan bo'lsa, albatta men Samixon Ashirboyev nomini tilga olgan bo'lar edim. Endi domlaning agar dastlabki ijodiga, ya'ni tilshunoslikka kirib kelish davrlariga bir e'tibor qaratadigan bo'lsak, bu kishi 29 yoshida, ya'ni 1975-yildayoq filologiya fanlari nomzodi ilmiy darajasini olishga muvaffaq bo'lgan. Bu kishining nomzodlik dissertatsiyasi bevosita mana shu tilning tarixi bilan bog'liq bo'lgan. Oradan 15 yil o'tgandan so'ng bu kishi, ya'ni 1990-yilda doktorlik dissertatsiyasini ham muvaffaqiyatli himoya qilib, shu kerakli bo'lgan fan doktori ilmiy darajasini olishga erishgan. Qarang, oradan mana nomzodlik bilan doktorlik o'rtasida 15 yillik masofa bor.
Endi bu nimadan dalolat beradi? Mana shu olimning o'zining demak ishiga o'ta sinchkovlik bilan, shoshmasdan, kerakli bo'lgan ma'lumotlarni yig'ib, ularni tahlil qilishi oqibatida mana shu 15 yil vaqt o'tishiga zarur bo'ldi shu paytda. Markaziy Osiyoda birinchi bo'lib yaratilgan real lingvistika darsligi domlaning jasoratli yangiligi bo'ldi. Professor Samixon Ashirboyev sa'y-harakatlar bilan dunyoga kelgan o'nlab darslik va monografiyalar bugun soha mutaxassislariga beminnat manba bo'lib xizmat qilmoqda. Ayniqsa olimning o'zbek dialektologiyasi va eski o'zbek tili borasidagi tadqiqotlari yosh tadqiqotchilar uchun ilm mayog'i vazifasini o'tamoqda. Filologiya fanlari doktori professor Samixon aka Ashirboyev nafaqat bizni davlatimiz miqyosida, aynan turkiy davlatlarda ham juda ham tanilgan, juda katta turkolog olimlardan biri hisoblanadi. Ularni boshqa olimlardan, aynan universitetimiz hududidagi olimlardan asosiy farqlar, demak, sohalar aro keng qamrovli hamda o'zbek tilini, o'zbek tili tarixini butun dunyoga tarannum bo'lishida va shu paytgacha tadqiq qilinmagan jihatlarini o'rgangan novator olimlardan biri deb hisoblayman. Aynan ustozimiz tomonidan shevashunoslik hamda folklor yoki bo'lmasa o'zbek tili tarixiga yo'naltirilgan sohalar aro demak tadqiqotlari katta bir rezonans sodir qildi desam mubolag'a bo'lmaydi. Chunki yillar davomida biz bilamiz, til bu dinamik hodisa, ya'ni statik hodisa emas umuman. Va mana shu til taraqqiyotga yuz tutar ekan, albatta o'ziga xos qilinishi zarur bo'lgan, demak, ko'pgina aspektlar paydo bo'ladi. Va Samixon aka Ashirboyev aynan mana shu paytgacha tilni shevashunoslik doirasida qilinayotgan tadqiqotlar bir qadar turg'unlikka yuz tutgan edi. Ko'pgina bir o'ziga xos kamchiliklar bo'lgan edi. Demak, mana shu 70-80 yillarda qilingan bir ko'pgina tadqiqotlar mustaqillik yillaridan so'ng sheva doirasida, dialekt doirasida, lahcha doirasida ko'p ishlar qilinmadi va aynan ustozimizning o'zlari yuqorida aytib o'tgan terminlarni unifikatsiya qilishda, keng qamrovli tadqiqotlar, loyihalarni amalga oshirishda va mana shu shevashunoslikka katta bir ilmiy maktabni yaratgan eng katta olimlardan biri deb hisoblayman. Oliy o'quv yurtlari uchun judayam zarur bo'lgan ikkita darslikni yaratishimga to'g'ri keldi. Bu o'zbek dialektologiyasi degan darslik hozir butun O'zbekiston mana shu darslik bilan o'qiyapti. Bu darslikning vujudga kelishi mana 1962-yilda Viktor Vasilyevich Reshetov, Abdurahmonlar tomonidan yaratilgan o'zbek dialektologiyasi darsligi bu kapital, ya'ni judayam mustahkam, keng bilimlarga ega bo'lgan darslik edi. Afsuski o'sha davrdagi dialektologik tadqiqotlarni aks ettirgan, lekin nazariy jihatdan baquvvatligini saqlab qolgan darslik edi. Undan keyin darslik 78-yilda bir yangilandi u darslik. Va O'rta Osiyoda mana magistraturada o'qitiladigan fan. Bakalavriatda faqat 10 soat atrofida o'qitiladi dialektologiya ichida. Ba'zi joylarda 2 soat o'qitiladi. Sobiq ittifoqda birinchilar sifatida mana shu dars real lingvistika darsligini yaratdim. Bu nimani maqsadi? Bu mana shu Alisher Navoiy nomidagi o'zbek tili adabiyotiga o'tishi munosabati bilan. Bu o'rinda men hozirgi rektorimiz akademik Shuhrat Samariddinovich Sirojiddinovga juda katta minnatdorchiligim bor. Agar u kishining taklifi bo'lmaganda, men bu yerga o'tmaganimda aytishim mumkin, ijodiy ishim deyarli to'xtar edi. Ilm ahli daryo kabi mavjlanib turadi. Ustozning ma'rifat suvlaridan esa shogirdlari o'zlarining ma'naviy chanqog'ini qondirmoqdalar. Samixon Ashirboyev hozirga qadar 20 nafar ilmiy darajali kadrlar tayyorladi.
Ulardan 2 nafari fan doktori ilmiy darajasini oldi. Yana 4 nafar shogirdi filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olishga shay turibdi. Domla O'zbekistonda shevashunos kadrlarga bo'lgan yuqori ehtiyojni anglagan holda astoydil mehnat qilmoqda. Shu maqsadda yana 11 nafar shogirdi o'zbek shevashunosligining dolzarb mavzularida ilmiy ishlar yozishga bel bog'lashgan. Samixon aka juda ham o'zlari samimiy insonlar. Lekin samimiy, mehribon bo'lishlari bilan bir qatorda juda ham talabchan va prinsipial ustozlardan biri hisoblanadi. Bizni mana Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universitetida juda ko'p tadqiqotchilarimiz bor va aynan tadqiqotchilar bilan suhbatlashish chog'ida, ular bilan monitoring qilish chog'ida yoki bo'lmasa himoyalarda qatnashish chog'imda ham ustozni naqadar talabchanliklarini his qilaman, chunki shogirdlari tomonidan yozilayotgan ilmiy tadqiqotlarda har doim demak ustozning ilmiy uslublari ufurib turadi va aynan ustoz har bir satrini sinchkovlik bilan o'qishlari va to'g'ri yo'lga yo'llay olishlari, umuman ilmiy ishda zarur bo'lgan ilmiy mantiqiy uzviylik va albatta ilmiy ishdagi yangilik bo'lishi zarurligi ustoz tomonidan demak bu juda ham jiddiy qabul qilinadi va ular tomonidan demak rahbarlik qilayotgan har bir ilmiy ish har doim ilmiy maydonda katta bir yangilikni ilgari surayotgan, ya'ni qandaydir bir o'ziga xos o'ringa ega bo'lgan ilmiy ish ekanligi bilan xarakterlanadi. Bir marta men talabalarim bilan gaplashgan paytimda so'radimki, nima uchun bu universitetga siz o'qishga kirdingiz deb so'raganimda, birinchi kurs talabasi bu universitetda Samixon Ashirboyev dars berayotganlarini eshitib, shu universitetga o'qishga kirdim deganlarda. Bu ham bir ularning ustozligi, olimligini bitta yuksak, shu o'zbek tilini targ'ibotchisi ekanligi yuksak bir e'tirofida. O'zbek shevashunoslik markazining rahbari sifatida o'zbek shevalarini asrash, ularni avaylab, yig'ib, korpus bazalarini yig'ib, korpuslar yaratib, o'zbek tilini shevalari bo'yicha bularni ishlariga katta shunaqa savobli ishlarga ular rahbarlik qilmoqdalar. Samixon Ashirboyev ilm-fan bilan birga musiqa, san'atning ham jonkuyari. Olim Alisher Navoiy va Bobur Mirzo tavalludlariga bag'ishlangan nazm va navo kechalarida qo'lga tor olib mumtoz ohanglarimizni ijro qiladi. Sohir tuyg'ularni sehrli ovozida tarannum etadi. Bizni eng asosiy belgimiz milliy musiqamiz-ku. O'zbeklarda dirijor degan tushuncha bo'lgan emas. Dirijor vazifasini doira bajargan hamma vaqt. Bilasizlar buni. Doiraning vazifasi dirijorlik, chunki musiqani boshqargan, uni tempini ham ushlab turgan, uni butun haligi ohangini ham ushlab turgan, boshlanishi, tugallanishini, avj olishini hammasini ko'rsatgan musiqa asbobi bu doira bo'lgan. Yaqinda bo'lgan bir kichkinagina suhbat, uchrashuvni aytib beray. Avtobusdan borib tushdim. Hozirgi Alisher Navoiy nomidagi Til va adabiyot universitetiga qarab boryapman. Shunday avtobusdan tushsam, Astronovkada xayolchan bir holatda Ashirboyev turibdilar. Shunda ro'paralariga borib, kutilmagan holat bo'ldi. Yettida quchoqlashib ko'rishib oldik. Shu yer o'zida biz endi odatiy suhbatlarimizdan birida bu davomiy bir epizod shu yerda ham ro'y berdi. Bayot degan maqom yo'llaridan bittasi bor, juda mashhur. Bayot 1, 2, 3, 4, 5lar bor. Shuni bayot 3ni bir ijro variantini shu kunlar arafasida eshitib ko'ruvdim. Eshitsam, men bilgan bayot emas ekan u da. Bayotni men kamdan kam eshitgan ekanman, juda diqqat bilan quloq solib, nihoyatda ta'sirlandim. Shu tushib ro'para kelib quchoqlash ko'rishimiz bilan bayot 3ni yangi, men bilmagan ijrosi bor ekan deb qoldim. Desam, shu lahzani o'zida bayot 1ni birinchiligi g'azalni matloq deyiladi-yu, birinchi qatoridagi satrni ohangi bilan etib berdi. Shumi dedilar? Ha shu. Meni repertuarimda birinchi o'rinda turadi bu dedilar. Repertuar. Qizig'i shundaki, ko'p
jamoat Ashirboyev professor, tilshunos, yirik olimni san'at sohasida mustaqil yo'li mavjudligini, hattoki konsertlar berish darajasida dasturlarga chiqib, kuni yaqinda Nizomiy nomidagi pedagogika milliy universitetini taklifi bilan filologiya fakultetida u kishini konsertlari bo'ldi. Undan tashqari u yerda o'zlarining hayoti yo'llari bo'yicha alohida suhbatlar bo'ldi. Ana o'sha yerda ham ishtirok etib bir ko'nglimiz o'sdiki, do'stimiz, birodarimizni el e'zozlashdan tashqari bu san'at yo'lida ham olim sifatida bir tomoni, san'at yo'lida ham e'zoz topayotgan bir inson sifatida men uchun juda qadrli. Bugun professor Samuxon Ashirboyev Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universitetida folklorshunoslik va dialektologiya kafedrasini boshqarmoqda. Nozik tab, nafis qalbli bu inson kezi kelganda shogirdlari va hamkasblariga nisbatan nihoyatda talabchan. Nihoyatda bu yerda nozik ishlar qilish kerak edi. O'zbek tili adabiyoti universitetiga o'tishim munosabatim bilan endi mening hayotimda yangi davr boshlandi. Yangi davr nima? Yangi davr qizg'in filologik ta'lim, filologik ilm ichida yashay boshladi. Endilikda men standart degan narsa yo'q, o'quv reja degan narsa yo'q. Mana shogirdlarim hozir kafedraga kelganda ba'zi bir hujjatlarni aralashishimni istaydi, lekin ko'proq aralashtirmaydi, o'zlari bajarishadi. Hozirgi kunda mana 7 yil davomida faqat ilm bilan shug'ullanyapman. Samuxon Ashirboyevning 300 dan ortiq ilmiy ishlari, monografiya va darsliklari o'zbek tilshunosligi rivoji yo'lida muhim qadam bo'ldi. Olimning Qozog'istondagi o'zbek maktablari uchun 5 ta darslik va 6 ta o'quv qo'llanmasini yozishi qardosh xalqlar o'rtasidagi ma'naviy rishtalarni yanada mustahkamlashga xizmat qildi. 2024-yilda berilgan Do'stlik ordeni olimning yillar davomida qilgan mashaqqatli mehnatiga berilgan yuksak baho bo'ldi. Ustozni hamkasblar bilan munosabatlarini qanday ta'riflash mumkin? Ikkita tomoni bor. Birinchi tomoni, ustoz o'ta mehribonlar. Har qanday jabhada yordamga tayyor. Bu birinchi jihatlari. Ikkinchi jihatlari, ustoz o'ta talabchan insonlar. Va shu jihatdan masalan ustozga nisbatan boshingga qilich kelsa ham to'g'risini gapir, to'g'ri keladida. Obrazli qilib aytganda, ustoz hech qachon, hech qaysi vaziyatlarda o'zlarini shu dunyo qarashlari, o'zlarini haqiqatlaridan voz kechmaydilar va o'sha xohlagan vaziyatingizda to'g'ri gapni ayta oladilar. Bizning qo'limizdan bunday ish kelmaydi. Biz har qanaqa vaziyatda o'sha ayolligimizga boramiz, nimadir o'ylaymizda, haqiqatligini bilib turib ham ozgina uni nima desam ekan, qog'ozga o'rab yoki obrazli qilib, nimanidir qilib gapira olamiz, lekin ustoz prinsipial ravishda haqiqatni odamga to'g'ri ayta oladilar. Mana shu jihatdan butun universitet ustozni qattiq hurmat qilamiz. Albatta domladan hali biz ko'p yangi ijodlarni kutib qolamiz, yangi asarlar. U kishi mana yaqinda she'rshunoslik bilan bog'liq bo'lgan lug'atlarni chop etyaptilar. Endi navbatdagi vazifa o'zbek dialektikologiyasini, xaritasini hamda atlasini yaratish masalasi bugungi kunda kun tartibiga qo'yilgan. Mana shu kun tartibiga qo'yilgan masalani ham ijobiy amalga oshishida men bu kishiga, ya'ni bu kishining yonida yurgan yosh shogirdlariga muvaffaqiyat tilayman. O'ylaymanki, yaqin oralarda mana shu atlas yoki xaritalarni ham nafaqat ilm ahli shu bilan bir qator keng kitobxonlar ommasiga yetkazib berishda Samuxon aka o'zlarining bor kuchlarini ayamaydilar. Olimning millat tiliga bo'lgan burch va mas'uliyat hissi umr bo'yi yuragini tark etmadi. Ulug' yoshda bo'lishiga qaramasdan, hamon yigitlardek shijoat bilan o'zbek tili rivoji yo'lida jambozlik ko'rsatmoqda. Professor Samuxon Ashirboyev ustozlardan olgan saboqlarni, hayotiy tajribalarni bugun yosh avlodga ham ulashib kelmoqda. Olimning erishgan yutuqlari ortida mana shu elning duosi, ulug' ustozlarning nazari turibdi. Men bunda
har dildan navolar oldim. Har giyoh, har guldan sabolar oldim. Oq fotiha oldim oppoq tog'lardan, azim chinorlardan duolar oldim.